aprel-may oyi bu parazitlar, gijjalar, qurtlarni aktiv ko'payadigan paytda. Aksariyat shu paytda ko'p kattalar bolalarni qurt gijjalardan tozalayman deb har xil ximikiyat vositalar bilan tozalashga harakat qiladi. Lekin afsuski bu qurtlar nafaqat bolalarda emas, balki kattalarda ham namoyon bo'ladi. Bularni oilaviy tozalanish uchun, ya'ni qurtlardan batamom tozalanish uchun men sizlarga o'simlik tarkibli noyob retseptni taklif qilaman. Bu noyob retsept trigelem deb ataladi. Trigelem preparati asosan 3 bosqichli antiparazitlar tozalovdan iborat. Tarkibi 100% halol, o'simlikdan bo'lgan, Novosibirskda akademik olimlar tomonidan ishlab chiqarilgan. Oddiy farmatsevt yoki oddiy tabib ishlamagan buni. Demak, tarkibida innovatsiya bor. Azizlar, mana shu mahsulotni ichayotgan paytingizda qurtlar, lichinkalar, hatto ularning tuxumlari ham organizm ichida o'lib qolmasdan batamom tirik holatda ichaklarni tark etadi. Ikkinchisi, bu jigar va o't yo'llarini aktiv tozalaydi va qurtlarni, antiparazitlarni udar bosqichi bo'lib, qurtlarni aktiv tozalashdan iborat. Uchinchisi esa qolgan, qutgan mayda lichinkalardan ichaklarni tozalaydi va immunitetni mustahkamlab, ichak florasiga yordam beradi. Azizlar, siz agar ximikiyat ichadigan bo'lsangiz, qurtlar ichingizda o'ladi. O'zidan toksin va zaharlar chiqarib, yuzga, tanaga oq dog'lar, sho'rlar, har xil toshma va allergik reaksiyalarni keltirib chiqarishi mumkin. Shuning uchun aslo qurtlarni o'ldiruvchi har xil ximikiyat vositalardan ehtiyot bo'lishingizni so'raymiz. Agar sizlarga bu mahsulot oilangiz uchun kerak bo'lsa va samarali qurtlardan qutulishni xohlasangiz, video so'ngidagi telefon nomerlariga albatta qo'ng'iroq qiling.